O'rtoqlar, bu ketish bo'ladigan bo'lsa, biz Abduqodir Husanovni ham qo'ldan boy berib, dishoviy bloger sportchiga aylantiramiz. Demak, bitta jurnalist yordamchisi bilan o'zini shaxsiy adovati borligi uchun buni любой joyda keltirib beraman. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Abdurahmon Fozilov va Qalampur.uz sayt rahbari Qamariddin Shayxov o'zaro tortishgan aks etgan videolar tarqala boshladi. Buning asosiy sababchisi esa Manchester City'ning himoyachisi Abduqodir Husanov bo'lib turibdi. Xo'sh, janjal o'zi nimadan boshlangan? Ertaga Abduqodirni ham qo'liga bitta britvani tutqazamiz deb, nima bola tirikchiligini ko'r reklamadan deb. O'rtoqlar, bu ketish bo'ladigan bo'lsa, biz Abduqodir Husanovni ham qo'ldan boy berib, dishoviy bloger sportchiga aylantiramiz. Bugun ana atrofida to'planib qolgan odamlar bunga sababchi bo'layotgan bo'lsa ajab emas. Kecha Eron O'zbekiston o'yinida Abduqodir eng past natija ko'rsatgan sportchi bo'ldi. Men mutaxassis emasman, buni sabablarini bilmayman, lekin aytilayotgan sabablarga ko'ra ko'plab tashqi omillar bor. Bular o'sha atrofida keraksiz odamlarning paydo bo'lib qolgani, keraksiz tadbirlarga yetaklanayotgani yoki atrofida hingir odamlarning ko'payib qolgan bo'lishi ham mumkin. Hatto o'sha City'ning muxlislari ham yozdi, Abduqodirni tinch qo'yinglar deb. Yo'q, biz tinch qo'ymayapmiz, tinch qo'ymoqchi ham emasmiz. Nimaga? Ko'tar qilib bunga tiqib yurishdan manfaatdormiz, lekin u bolaning karyerasini kim o'ylayapti men bilmayman, o'zidan boshqa. Biz juda ham ko'plab sportchilarimiz karyerasini shu yo'nalishda olib borib go'riga tiqqan odammiz. Men kechagina bitta sportchimizni ko'rdim, olimpiyadist, juda kelajagi porloq sportchi edi. Kecha soat 3 da fast food yeb o'tiribdi. O'zi ham hattoki karyerasiga o'zi ishonmaydi. Chunki biz tadbir yetaklab karyerasini bir joyga tiqqanmiz. Ertaga Abduqodirni ham xuddi shu ahvolga olib kelib qo'yishimiz ehtimolini men juda ham yuqori ko'ryapman. Qo'liga bitta konditsioner, bitta televizorni, bitta britvani tutqazamiz deb, nima bola tirikchiligini ko'r reklamadan deb. Bo'ldi, nima qilibdi? City'da nomi chiqdi, bir marta bo'lsa ham maydonga tushdi, Wikipedia'da nomi chiqdi. Bo'ldi, yetadi bizga. Biz shu bilan o'ynaydigan odamlarmiz. Yetadi. Ertaga 3 kundan keyin 4 non ko'tarib bormaydi shu bolaning uyiga. Ha, desa, hozir lekin yonida. Hozir qaltis va keskin gapiraman. Mavzu Abduqodir Husanov. Assalomu alaykum, mening 2 milliondan oshiq obunachi aka-singil opa do'stlarim. Bugungi Laylatul Qadr kechasini uxlamasdan o'tkazgan jigarlarim. Demak, bitta jurnalist yordamchisi bilan o'zini shaxsiy adovati borligi uchun buni любой joyda keltirib beraman. Menga qarshi bir kompaniya ochishgan, bir hatto videolarim bir narsa hozir yana bir katta material tayyorlashayotgan ekan, Alloh ularga kifoya. Ularda o'zi bir tillik jurnalistika olamida qadri yo'q, buni hamma biladi. Chunki kimdandir naf kelsa uni zo'r ekan deb maqtaydi, zakaznoy material yozadi. Agar ular yomonlik emas, zakaz bermasa, ularga bir yaxshilik qilmasa tamom. Ulardan o'sha odamdan yomoni yo'q bular uchun. Yana o'sha o'zining Instagram sahifasida mazg'avasini chaynaydi. Vaholanki o'zim ham bir paytlari orqamdan yugurib haligi Qatarga borganimda qancha iltimos qilganiga men hamma narsa qilib berganman, maqtagan, mana endi bugun meni naf kelmay qo'ydi, yomonlayapti. Battar bo'lsin, Alloh ularga kifoya. Abduqodir O'zbekistonga kelganda tinimsiz men uni bezovta qilgan ekanman. Yaxshilab eshitdinglar. Bir marta aeroportdan kutib oldim. Oilasini iltimosi bilan va kutib olish ishi bilan o'zim shug'ullandim. Biznes klassdan olib chiqdim. Futboldagi otasi Ulug'bek Asanbayev hadyasini topshirdik va buni butun dunyo ko'rdi. Hamma pozitiv kommentariy yozdi, pozitiv materiallar. Angliya, Fransiya, Italiya, Amerika hammasi yozdi. Hattoki mashhur 433 Instagram sahifasi maqtab yozib, pastiga Abdurahmon Fozilov deb yozib ham qo'ydi. Ikkinchi marta Qirg'iziston bilan O'zbekiston futbol tugashi bilan keldi, gostitsada foyda 10 sekund, 15 sekund shunday qo'l qo'ydik, ana voucherga qo'l qo'ydi, bo'lib shu bilan kirib ketdi. Uni boshqa Abdurahmon Fozilov bezovta qilgani yo'q, yaqiniga ham borgani yo'q. Hattoki bitta joyda ovqatlanganimizda men boshqa stolda, ular boshqa stolda ovqatlandi. Vaholanki qancha marta Abdurahmon aka deb oldimga o'zi keldi. Hattoki shu Eronda ham xonamga keldi. Necha marta. Aytishlari bo'yicha Abduqodir yomon o'ynaganmish. Mana Abduqodir Husanov Azmun va Eron komandasiga nafas olgani qo'ymadi. Buldozerdek tekislab tashladi. Gol, ikkita gol urdi. Bittasi omadi kelib chotga urdi, malades. Ikkinchisida qo'liga tegib rikoshet bilan urdi. U golga ham o'tmaydi u. Birorta kombinatsiya qila olmadi. O'sha qo'liga tekkan golni sudya aslida hisoblamasligi kerak edi. Azizlar, o'zim oqlamoqchi emasman. Shunchaki xulosa qilishni o'rganinglar, analiz qilishni o'rganinglar. Bitta omid anaqa bir o'zini manfaati uchun nimadir desa orqasidan ergashib ketmanglar. Ramazon hayiti muborak bo'lsin.
Kommentariyada fikrlarni kutaman. Bir Instagramimni ko'ringlar. Qani Abduqodir bilan shaxsiy qilingan ikkita videodan boshqa yana video bormi yo'qmi? Qolgan hammasi har xil saytlardan olib qo'yilgan xolos. Hisob o'ylar. Sizningcha kimning fikri to'g'ri? Izohlarda fikringizni kutamiz.